Salomat bo'lsin. Toshkentga birinchi kelganimda to'g'risini aytaman, hech narsam yo'q edi. Hozir mana Xudoga shukr, kreditlarim bor. Qarzlarim bor. Bitta magazinlarga beradigan lizing, mana shunaqalarim bor. Zato bor. Oxirgi payt bitta savol sizlarga. Blogerlar yili bo'ldi, e'tibor bergan bo'lsangiz 3-4 yil. Lekin oxirgi yilda blogerlarni urib qo'ygan kasb egalari chiqdi. Kim topadi? Kim? Vaynerlar, vaynerlarda ularda olib vayner hech kim emas. Kim? Motivatorlar. Yordamlar. Ichida zo'rlari bor. Men ko'radigan, masalan, Muhammad Ali Eshonqulov degani bor. Qarshi chopqasida. Zo'r. Endi men to'g'risini aytaman, motivator bilan treningchi farqini bilmayman. Umumiy motivator deb qo'yib ketaveraman. Mana M Factor, osmondagi bolalar, mana Oybek Qosimov degani bor. Qarshi chopqaslar. Men ko'radiganlar bilan. Endi tan olaylik, ichida qandlari ham chiqib keldi. Mazalari ham chiqib keldi. Xotin ertalab turib, dadasi pul bering, motivatsiya olib kelaman dedi. Nima? Motivator kelibdi, konsert qo'yapti ekan, boraman, 300 ming bering dedi. Bog'chada motivatsiyalar kim oladi? Qolasa yana bitta motivatsiya qilib beraman. Jahlimni chiqarmay bering dedi, pulni olib ketdi. Abetda irshayib kirib keldi. Qo'lida bakal, kitob. Aytdim, qalay bo'ldi desam, zo'r bo'ldi dedi. Yo'q, qo'lingdagi nima desam, o'zini yozgan kitob ekan dedi. Nomi nima desam, boylikka eltuvchi 1000 ta yo'l. Shuni sotdi dedi. Pul zaril ekan. Nech pul ekan desam, o'zi 50 ming ekan, bizga 30 mingdan berdi dedi. Bo'lib berar ekanmiz dedi. Berchi dedim, o'zi yozgan ekan desam, kitobni o'qib chiqdim. To'g'risini aytaman, ana kitobdan bakalni foydasi ko'proqda. Kim ekan o'zi u? Kim desam, kitobda oxirgi betida bor rasm bilan familiyasi. Shuni ochib, ne ko'z bilan ko'rayki. 10 yil oldin Politexda birga o'qigan kursdoshim rasmi turibdi. Endi kimligini aytmayman, chunki aytsam Sanjar xafa bo'ladi. Qarang. Xafa bo'lma. Borini aytish kerak. Machimi desam, dedi, bu bilan biz insta o'qiganmiz. 10 yil oldin. Berdi. Ikkinchi seansi ham bormi desam bor. Borib ishonasizlarmi? Bo'lgan voqea 300 mingga bilet oldim. Kirib o'tiribman. Endi u to'g'risini aytaman, insta o'qib yurganimizda ham anaqa jentlmen bo'laydi. Qop-qora kostyum shimlarda, galstuklar taqib, mashina qilib yurar edi. Kutib o'tiribman, burchida qanaqa bo'lar ekan. Bir payt chiqib keldi. Chiquvdi qarsiylar, bitada tanidim. Ustida kostyumidan. O'sha insta kostyum. Xafa bo'lma. Yo'q, jinni o'poladi deb mana gaplarini eshitdim. Nima deydi? Diqqat qilinglar. Gaplariga o'tamiz. Bo'lgan voqea. Chiqib keldi-da. Agar deydi, hayotda, biznesda g'alaba qozonishni xohlasangiz, o'zingiz aqlingiz yetgan sohaga pul tiking. Bundan 10 yil avval men o'zim aqlim yetmagan sohaga 50 ming dollar tikib bankrot bo'lganman. Diyorda qarshi bo'lib ketdi. Men aytdim, voy mashina. Aka, hisob kitob qildim, o'zida o'tirib. 10 yil oldin bu bilan biz yotoqxonada boru. Roltingga pulimiz yo'q. Patologga tupurib qoringa tushirib yotardi. Voy mazgi dedim. Xo'sh dedim. Desam, tugaslar, keyingi gaplar. Shu chiqdi-da. Hayotda eng muhim narsa bu sog'lik. Sog'lig'ingizni e'tiborliroq bo'ling dedi. Agar siz sog'lom bo'lishni xohlasangiz, kasal bo'lmang dedi. Odamlar qarshi olyapti-mi? Yo'q, odamlar jinni bo'lib qolgan. Yo, men jinni bo'lib qolganman. Yana nima deydi?
boy bo'lishni xohlasangiz ko'proq pul toping deydi. Alo, o'lmasangiz yashaverasiz deganga. Voy mazgi. Yomon qilyapti-ku dedim. Lekin bitta gapi yo'qdi. Bitta gapi yo'qdi. Agar deyapti. To'rtta kambag'al turgan bo'lsa deyapti. Sen borib qo'shilsang dedi. 5 ta bo'ladi kambag'al. Xo'p. To'rtta boy turgan bo'lsa dedi. Sen borib qo'shilsang 5 ta boy bo'ladi. Dedim. Lekin bu gap har doim ham ish bermas ekan. Chunki men to'rtta boyni qidirib Toshkentga keldim. Toshkentda to'rtta boyni topdim, yurdik, gaplashdik, yaqinda $30,000 to'lashdi. Bu ana to'rtta boyni siz 5 ta kambag'al qo'ysangiz ham mumkin-da. Ki chiqdi-da. Yor choyxonaga dedi. To'xta dedi. Ha desam kitoblarni olib. Kitoblar olib ketdik. O'tiribsiz. Qarang, endi yaxshimi? Institutdan kulyatsam, kulma dedi. Elmurod dedi. Undan ko'ra maqsad qo'yib olding dedi. Reja tuzdi. Balki maqsadim seni ustingdan kulishdir. Yo'q dedi. Maqsad tuzsa. Xo'p, maqsad tuzsam nima bo'ladi desam, maqsad tuzib, reja tuzib dedi. Reja bo'yicha harakatlan. Xo'p, nima bo'ladi desam, o'zingni dedi, shaxsiy biznesing, shaxsiy puling, shaxsiy mashinalaring bo'ladi dedi-da, Royal taksiga o'tirib ketdi. Men undan keyin kirib, birga yegan ovqatimizga ham ikkalamizga to'ladi. Yaxshilariga ham qarshi chopqasizlar, qarshi chopqasizlar. Xafa bo'lma. O'zi ham shatda. Haqiqiy motivatsiya nimaligini aytaymi? Qaranglar. Haqiqiy motivatsiya u yoqdan bu yoqdan motivatsiya qidirmanglar. Uyingizga boring. Oila davrasida oilangiz bilan birga ovqatlaning va zimdan otangizni kuzating. Qushdan qolgan tanasiga, qaltirab qolgan qo'llariga qarang. Dunyodagi eng go'zal ayol onangizni kuzating. Oq tushgan sochlariga qarang. Yuzlariga yildan yil ajin tushib borayotganini tomosha qiling. Mana shu ikki inson sizni hayotdagi eng asosiy motivatorlaringiz. Ular sizni hayotda hammadan ko'ra tezroq natija qozonishingizni, g'alaba qilishingizni kutishadi. Siz ham shunga qarab harakat qilishingiz kerak. Hozir ota-onangiz yosh chog'ida, sog'lom paytida tezroq natijaga erishmasangiz, keyin kech bo'ladi. Ishoning, ishoning. Chunki ertaga qarib qolgandan keyin dunyodagi eng go'zal shaharga ota-onangizni olib boraman deng, bormaydi. Oyog'i og'riydi. Dunyodagi eng shirin taomni olib bering, yemaydi, oshqozon ko'tarmaydi. Bilasizmi? Har birimizni ota-onamizni yoshlik chog'larida xuddi bizga o'xshab go'zal orzulari bo'lgan. Lekin oradan yillar o'tib, qanaqadir sabab bilan u orzular unutilib ketgan. Sizga aytadigan ikki og'iz gapim, agar qo'lingizdan kelsa, ota-onangiz yoshlik chog'larida yo'qolib ketgan go'zal orzularini joyiga qaytaring va ularni ushalishiga yordam bering. Har birlaringiz ota-onalaringiz sog' bo'lsin.